O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar, boshqa menda hech qanaqa sayt yo'q. Energiya obmeni uchun bitta like, podpiska sizlardan. Tak, bugun kartamga hech qanaqa bir savol bo'lmaydi, karta tushadi. Nima tushsa o'shani o'qib beraman. Tak, o'rtoqlar, energiya obmeni qilmaganlar o'tib ketaversanglar bo'ladi. Bu ochilim sizlarga tegishli emas. Ketdik. Hech nima yetishingiz shart emas. Boshlanishiga 6 tadan tashladik. Tak, o'rtoqlar, bu safargi ochilimda hozir to'g'rilab olay, ko'rinyaptimi? Tak, bu safargi ochilimda qanday pozitsiyada chiqyapsiz? Ya'ni отношениyangiz chiqdi. Отношенияda возрastda, ya'ni yoshda farq bor deyapti. Yo siz kattamisiz, yo siz kichkina, uni yoshi ancha kattami. Endi men variantlar tashlayman, sizlar tanlab olasizlar, chunki bu общий расклад, tushuntira oldimmi? Личный расклад emas, личный расклад WhatsAppdan. Yoshda farq chiqyapti. Tak, partnyoringiz yaxshigina bir manipulyatsiya qiladigan bir erkak ekan. Nimaga desangiz, bu yerda o'zini aybini ko'zi ko'rmaydigan, danное время sizni moralni siqayotgani, danное время sizni moralni ezayotgani chiqyapti. Danное время aqlingizdagi o'sha inson, ya'ni o'sha partnyoringiz hayotida faqat siz emas, boshqa bir ayol ham bor. Va u ayol bilan hozirda отношениyangiz iliq chiqyapti, sizda esa sovuq chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, pozitsiyalar ikki xil bo'lyapti. Tushuntira oldimmi? Ketdik. Tak, partnyoringiz ham lekin bir xarakteri podarka xarakteri emas ekan. Agarda siz nimadirga yo'q qilsangiz, sraz araslab qolyapti. Yokida sizmi sraz araslab qolasiz, yokida partnyoringizmi. Xullas, ozgina отношениyaga kelishmovchiliklar bo'lyapti sizlarda. Именно aniq sabab nima deb ayta olmayman, chunki bu общий раскладdan личный emas-ku o'shanga, lekin bitta tushyapti, muammo bo'lyapti отношениягizda. Bunga aybdor misol uchun именно shu uchinchi shaxs deb ayta olmayman, ya'ni shu boshqa ayol deb ayta olmayman. Bu yerda shu partnyoringiz ham bilasizmi, shunaqa bir tushunarsiz pozitsiyadaki, sraz araslab olyapti. Srazi agarda aytganini qilmasangiz yokida nimadirga sraz yo'q desangiz, sraz ketib qolyapti yokida blok qilyaptimi? Shunga o'xshagan bir ko'p araschi pozitsiyasi ko'p chiqyapti. Tak.